Bir minut qoldi. Chidayman. Welcome, guys. Welcome. Usually, and of course, nobody breakfast and Nathaniel Klein. Hazırlaşdım o'zbekman. Gap shunaqa demaysan, qo'rqib. Ketdi-ya. Bu so'raganda aybi yo'q. Bu finskiymi yo turetskiy saunami? Uka, bu mashina bu. Ha, saunadan kam joy yo'q ekanda, bir basseynlarni qidiryapman qayerda ekan. Lek tushunmaganlikka olmang, konditsionerni yo'qing, men komfort chaqirganman atinglar. Uka, masalan 2 kilometr joying uchun konditsioner yoqishim kerakmi hozir? Ve Sergeliga ketyapmiz, 1 soatlik yo'l. Hatto o'zingiz joningizga rahmingiz kelsin. Menga nima qilgan? Normallik-ku. Aka, basharangiz gibrid bashara bo'lib qopti. Senga nima, ro'zg'or tebratish osonmi? Hozir konditsioner qo'ysam, bilasanmi qanaqa rasxod qilishini? Men senga uka живой shamol beraman, mana. Normallikmi? Bo'ldi, двойной azoblangim kelmayapti. Gapirmang, qudamang. Jim ket bo'lmasa. Aka, hech bo'lmasa bir muzika qo'yib keting, bir salqin muzikalardan eshitib ketaylik chalg'ib. Ha, muzika biz rasxod muzika qo'yamiz uka. La 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 la. Aka, hozir rostdan bo'lib qolasiz. Yonaman deyapti, boshqa ashula qo'ying, men sizdan kulyapsizmi? Mana. Qaytaryapsiz joyini qaytarish. Yaqinroq eshiting. Muzika eshitib salqinlayman deb o'ylamadim. Sen bola вообще chidamsiz bola ekansan. Boru, mana bu amaki qara. Voh, issiqda issiqchoy zo'r ketyapti. Amaki nima qilyapsiz? 50 gradus issiqda cho'pon kiyib choy ichib o'tiribsizmi? Qochingizga, kuyib qolasiz. Qo'mingiz sizdami? Vahima qilmalaring, bizni o'zbeklar 60 gradusda ham issiq choy ichadi. Vahima qilmalaring, bu issiqlaring chipuqa. Cho'ta nimadir kuyyaptimi?